Bugungi mavzuyimiz IDC ikkinchi qism 8-mavzu modulli ifodalar va tenglamalar. Demak, modul so'zining ma'nosi masofa degani, Marjona, quloq solib tur. Xo'p, va quyidagicha belgilanadi. Modul ichida A. Modulda har doim qanday son chiqadi? Musbat son chiqishi kerak yoki 0 chiqishi kerak, to'g'rimi? Agar modul A dan A chiqadigan bo'lsa, biz bilishimiz kerak A nima 0 dan katta yoki teng. Agar A 0 dan kichkina bo'ladigan bo'lsa, bundan nima chiqadi? Nima chiqadi? Nima chiqadi? Yo'q, modul A dan nima chiqadi? A manfiy-ku. Hozir mana bu musbatmi shunda? Yo'q, bu manfiy-ku mana. Ha, minus A. Ya'ni mana bir qarashda mana minus A minusi bordek ko'rinishi mumkin, lekin u minus emas. U plus, ya'ni musbat. Nima uchun? Chunki A ning o'zi nima? Manfiy. Biz bilamiz, modul ichida 5 dan nima chiqadi? 5 chiqadi. Agar minus 5 dan nimadir chiqarmoqchi bo'lsak, biz 5 deb yozib o'rganib qolganmiz, to'g'rimi? Aslida unday emas. Aslida qanday? Minus 5 chiqadi. Ikkita minus keyin nima bo'lib ketadi? Plus bo'lib ketadi. Ya'ni modul ichidagi manfiy bo'ladigan bo'lsa, uni oldiga minus qo'yib yoziladi va u nisbat bo'lib ketadi. Tushunarlimi? Agar x minus y bo'ladigan bo'lsa, x y dan katta bo'ladigan bo'lsa, bundan nima chiqadi? X minus y ning o'zi chiqadi. Agar x y dan kichkina bo'ladigan bo'lsa-chi, y minus x chiqadi. Yoki mana shuni oldiga minus qo'yilgani, minus ta'sir qildirsa, joyi nima qiladi? Almashadi. Ya'ni modul ichidagi ifodani aniq musbat ekanligini bilsak, modulni tashlab yuborsak bo'ladi. Yokida aniq manfiy ekanligini bilsak ham modulni tashlab yuborsak bo'ladi. Ya'ni avval joyini nima qilib olamiz? Almashtirib olamiz. Bu yerda misollarga e'tibor beringlar. Birinchi misoldan 5-misolgacha. 5-misol birgalikda ko'raylik. Endi doskaga chiqsa mana ikkalasi gapirib qoladimi? 4x plus 6 dan nima chiqadi? 4x plus 6 dan nima chiqadi? X kichik yoki teng minus 2 debdi. Minus 2 dan kichkina bo'lgan holatda x ning o'rniga o'sha minus 2 dan kichkina sonini qo'ysak, bu doim nima bo'ladi? Qanday misol? Doim manfiy bo'ladi. To'g'rimi? Doim manfiy bo'lsa, bu doim musbat bo'lishi uchun oldiga bitta nima qilamiz? Minus ishorasini qo'yib qo'yamiz bu. Yoki minus 4x minus 6 deb yozib qo'ysak ham bo'ladi. Mana bu ifoda doim nima? Musbat. X kichkina minus kichik yoki teng minus 2 bo'lgan holat uchun. Xo'p, 10-misol, har 5 ta misoldan bittasini ko'rib ketishga harakat qilamiz. Boshqacha bo'lsa yana qo'shamiz. Minus 5 dan katta yoki teng x kichik yoki teng minus 2 dan. Modul ichida x plus 2 plus x plus 5. Xo'p, bu moduldan nima chiqadi? Modul ichida x plus 2 dan agar x minus 2 va minus 5 oralig'ida bo'ladigan bo'lsa, bu ichidagi ifoda, modulsiz ichidagi ifoda doim manfiymi, doim musbatmi? Doim manfiy, to'g'rimi? Shuning uchun buni minusiga chiqadi. Ya'ni minus x plus 2. Ikkinchisi doim musbat yoki 0 da, ya'ni o'zi chiqadi, o'zgarmaydi-da, bu to'g'rimi? Endi qavsni ochib yuborsak, nima qiladi? X'lar qisqarib ketadi. 5 dan 2 ni ayiradigan 3. Demak, ifodamiz javobi 3 ga teng bo'lar ekan. Tushundikmi? Xo'p, keyingi misollarga e'tibor beramiz. 15 ham shunday, 16. 16 ga qaranglar. X katta minus 1 dan debdi. X plus 1 dan nima chiqadi? X minus 1 dan katta bo'lsa. O'zi chiqadimi, minusligi chiqadi? X plus 1 ni o'zi chiqadi, to'g'rimi? X plus 1 ni o'zi chiqqandan keyin nima bo'ladi? 5-misol 16. Yozamiz, qaranglar. X katta minus 1 x minus 2 minus x kvadrat minus 1 taqsim modul ichida x plus 1. To'g'rimi? Xo'p, modul ichidagi ifoda x katta minus 1 bo'lganda doim musbat yoki minus 1 bo'lmaydi-ku, to'g'rimi? 0 bo'lishi mumkin emas, minus 1 bo'lmaydi. Minus 1 dan katta holatlar 0, 1, 2 va hokazo.
bu butun sonlar qo'yadigan bo'lsak yoki mana shu minus birdan katta sonlar qo'yadigan bo'lsak, buni moduldan doim nima chiqadi? Modul ichidagi doim musbat bo'ladi. Shuning uchun modulni qo'rqmasdan nima qilib yuboramiz? Tashlab yuboramiz. Tashlab yuborsak nima qoladi? Tepasini ko'paytiruvchiga ajratsak oson emasmi? X plus 1 lar nima ketar ekan? Qisqarib ketadi. Mana bu minus ta'sir qiladi. Albatta x minus 2 minus 2 plus 1 x lar nima qiladi? Ketadi minus 1 degan javob qoladi bizda. Tushunarli-a? 20-misolgacha xuddi shunaqa. 20-misoldan keyingi misollarga e'tibor beramiz. Nima? Modulli tenglamalar. Tenglamani yechishimiz kerak. Agar modul ichidagi ifodadan xuddi o'zi chiqsa biz nima qilyapmiz? Nima deb o'ylayapmiz? Ya'ni katta yoki teng 0 deb o'ylayapmiz. Modul ichida x-5 dan x-5 chiqyapti. Ya'ni o'zidan o'zi chiqyapti. Demak, modul ahamiyatga ega bo'lmay qolyapti. x-5 nima bo'lar ekan? Katta yoki teng 0 bo'ladi. Ya'ni x katta yoki teng nima bo'ladi? 5 bo'ladi. Agar modul ichida x-5 dan 5 - x chiqqanida-chi? Nima 0 dan kichkina? x-5. Ya'ni mana bu narsa manfiy bo'lishi kerak va manfiyni musbat qilishimiz uchun joyini almashtirganmiz. To'g'rimi? Endi sizlar nima qilsalaring bo'ladi? Manfiy musbat deb o'tirmasdan moduldan chiqqan ifoda nima? 5 - x mi? O'sha moduldan chiqqan ifodani 0 dan katta yoki teng deb ketaverasizlar. Moduldan chiqqan ifoda 0 dan katta bo'lishi kerak-ku. X nariga tomonga o'tsa x kichik yoki teng 5. To'g'rimi? Boyaginday x-5 ni kichigina yoki teng 0 deb x kichik yoki teng 5 desak ham bo'lardi, farqi yo'q. Kelasi bir xil natijani beryapti. Tushunarli-a? Misollarga e'tibor beramiz. 21 dan 25 gacha modul ichidan o'zi chiqyapti. Demak, chiqqan ifodani biz nima qilib qo'yishimiz kerak? 0 dan katta yoki teng deb qo'yishimiz kerak. 26 dan 30 gacha-chi? Sizlar og'izlaring yoqiniga eshitib qolasizlar. Indamay dasib turinglar. Nima bo'lar ekan? 0 dan katta yoki teng deyishimiz kerak. Ya'ni chiqqanni katta yoki teng deb ketaveramiz, joy almashib qolgan bo'lsa ham. Xo'pmi? Endi haqiqiy tenglamalar, endi songa teng bo'lib turibdi. Misol uchun 31. Modul ichida 2x - 3 teng 0. 2x - 3 teng 0. Ha, modul ichida 0 bo'lsa 0 chiqadi, bo'lmasa yo'q. Xo'p, 33-misolchi? Manfiy, bu bo'sh to'plam, to'g'rimi? Moduldan manfiy son chiqmaydi. Xo'p, qolgan holatlarchi? Oddiy tenglama qaranglar. Modul ichida x teng 5 bo'lsa, biz nima deb o'ylaymiz? x 5 yoki -5. Xo'p, x teng 5 deymiz, bir marta -x teng 5 deymiz, x teng -5 bo'ladi. Demak, modulli tenglamani ochish uchun bir marta musbat, bir marta manfiy qilib ochsak bo'ladi. Ya'ni musbat manfiy ishora modul ichidagi ifodaning oldiga qo'yilishi kerak yoki nari tomonga o'tkazib yuborsak ham bo'ladi. 35-misolga e'tibor beramiz. 6x - 11 teng nechiga? 7 gami? 7 ga. Demak, bir marta o'zida ochamiz. 6x - 11 teng 7. 6x - 11 teng -7. -11 yoqqa o'tadigan bo'lsa 6x teng 18, x teng 3. 6x teng -7 ga 11 ni qo'shsak 4, x teng 4 taqsim 6 yoki 2 taqsim 3. Demak, tenglamamiz nechta yechimga ega ekan? 2 ta yechimga ega ekan. Tushunarlimi? 38 ni javobi nima bo'ladi shunda? Bo'sh to'plam desak bo'lmaydi. Manfiy songa teng bo'lib qolgani uchun bo'sh to'plam deymiz. 40-misolni ham birgalikda ishlab o'raylik. Modul ichida x kvadrat plus 2x minus 4 teng nechiga? 11 ga. Demak, buni ham boyagidek bir marta plus bir marta minus qilamiz. X kvadrat plus 2x minus 4 teng 11. X kvadrat plus 2x minus 4 teng minus 11. To'g'rimi? 11 chap tomonga nima o'tadi? Ayirish bo'lsa 4 dan 10 minus 4 dan 11 narsa minus 15 mi? Teng. Buni bu yerdan ishlasak bo'ladimi? Qo'shsak minus 2, ko'paytirsak minus 15. Nechi bilan nechi? Minus 5 bilan
3. To'g'rimi? Keyingisi 11 bu yoqqa plus bo'lib o'tar ekan. -4 ga +11 +7 tengdir. Buni bu yerda ishlay olmaymiz. Diskriminant tekshirishimiz kerak. Diskriminanti manfiy. 4 dan kichkina. Diskriminant 4 dan kichkina bo'lsa, bu haqiqiy yechimga ega emas. Ya'ni yechimga ega emas. To'g'rimi? Demak, ikkita javobimiz chiqdi. -5 bilan 3. Tushunarlimi? Keyingi tenglamalarga e'tibor beramiz. Agar ikkala tomonda ham modul bor bo'lsa-chi, bu ham xuddi shunday. Bir marta o'zida, bir marta bittasini oldiga minus qo'yadi. Faqat bittasini oldiga. Xo'p. Doskani o'chiramiz, davom etamiz. Beshinchi misol. Xo'p, 45 ni bitta ko'raylik, keyin 50 ni bitta ko'ramiz. 45 ga e'tibor beringlar. X kvadrat plus 5x teng x kvadrat minus 3x. Demak, ikkala tomon modul bo'ladigan bo'lsa nima qilamiz dedik? Demak, modulni tashlab yuboramiz. X kvadrat plus 5x teng x kvadrat minus 3x ga. Ikkinchi martachi x kvadrat plus 5x teng minus x kvadrat plus 3x ga. Ya'ni minus tashlab qildiramiz. Endi hisoblab ko'rsak nima bo'ladi? Mana bu yerda x kvadratlar nima ketadi? Sarf ketadi. 3x bilan qo'shsa 8x teng 0. X teng 0. Ikkinchi tomonimizda minus x kvadrat bu yoqqa plus, bu esa minus. Ya'ni 2x kvadrat 5 dan 3 dan ayirsak, yana 2x teng 0 mi? 2x ni qarsini tashqariga chiqaradigan bo'lsak, x teng 0, x teng nechta yechimga ega ekan? 3 ta masa. 2 ta. Ikkalasi bir xil bo'lib qolsa ham ikkita qaraladi. 50-misol. X kvadrat minus 9. Keyinchi moduldan chiqqan qiymatga moduldan chiqqan qiymatni qo'shsak 0 bo'lishi mumkinmi? Moduldan manfiy chiqadimi? 0 dan katta bo'ladi, lekin 0 chiqishi mumkin-ku, to'g'rimi? Ikkalasi ham 0 bo'lsa, 0 ga 0 qo'shsak 0 mi? Boshqa holatda bo'lmaydi. Demak, ikkalasini ham 0 ga tenglaymiz. Ya'ni ikkalasi ham bitta vaqtda 0 bo'lishi kerak. X kvadrat teng 9, x teng plus minus 3. Buchi? Qo'shsa minus 1, ko'paytirsa minus 6. Minus 3 bilan 2 mi? Nechta ekan? Yo'q. Yo'q. Bitta. Minus 3 to'g'ri. Sababi ikkalasi ham bir vaqtda 0 bo'lishi kerak. Agar 2 ni oladigan bo'lsak, 2 ni bu yerga qo'shsak bu 0 bo'lmaydimi? Minus 5 bo'ladi. Minus 5 dan modul ne chiqadi? 5 chiqadi. Bu 0 bo'ladi. 5 ga 0 qo'shsak 0 emas-ku. Agar ko'paytirish bo'lganda mana bu orasi 3 ta bo'ladi. Yaxshi. Keyingi misollar 55-misol birga ko'ramiz. 55. Modul ichida ikkita modul ekan, 2 minus yana modul x minus 1 teng 2. Xo'p. Nima qilamiz buni? Hozirgi ishlarni qilamiz. Ya'ni bir marta musbat, bir marta manfiy qilib ochamiz va yana modul qoladi. Ya'ni birinchi marta katta modulni ochganimizda bir marta o'zidek, bir marta minusligi. Tushunarlimi? Bir marta plus, bir marta minusligi ochildi. Endi mana buni modulni o'zini qoldiramiz mana bu yerda. Teng nechi bo'ladi? 0 bo'ladimi? Hayda, modul qolib ketdi. Demak, qachon modul ichida x minus 1 0 ga teng bo'ladi? X teng 1 bo'lganda. Endi mana bu yerda 2 ni u yoqqa o'tkazsak, minus modul ichida x minus 1 teng minus 4 mi? Minusga bo'lib yuborsak, modul ichida x minus 1 teng 4 ga. Endi buni yana ochamiz. X minus 1 teng 4 ga, x minus 1 teng minus 4 ga. X teng 5, x teng minus 3. Demak, 1, 5, minus 3 degan yechimlar olinadi. 55 dan keyingi misollarga qaranglar. 80-misollargacha ketdi, 56 dan. Bular qanaqa misollar ekan?
Ha, ya'ni belgilash, kiritib ishlanadigan modulli tenglamalar. Biz ratsional tenglamalarga o'tdik-ku, to'g'rimi? Birinchi mavzuda belgilash kirib ishladik. Endi bu yerda xuddi shu, faqat modulli bo'lyapti. Demak, kelinglar birgalikda hisoblab ko'ramiz. Misol uchun qaysini ishlaymiz? Misol uchun 59 ga qaranglar. 59. Nima deyapti? Toshkentliklar ham ko'rsa, tushunmay qolmasin. X plus 1 plus 2 ning a kvadrati teng 2 x plus 1 ning kvadrati plus 7. Nimani nima deb belgilaymiz? Modul ichida x plus 1 ni t desak, uning kvadrati nima bo'ladi? T kvadrat bo'ladi. Shuna buni t plus 2 ning qancha kvadratimi? Mana bu birdaniga ochib olsak nima bo'ladi? Teng 2 t kvadrat 7. To'g'rimi? Chap tomondagini o'ng tomonga o'tkazamiz. Buni bu yoqqa o'tkazamiz. 2 ta t kvadratdan bitta t kvadratdan esa t kvadrat, 4 ta t ayirish bo'ladi. 4 nari ayirish bo'ladi, 7 dan 4 narsa 3 teng. Qo'shsa 4, ko'paytirsa 3. 1 bilan 3. t1 teng 2 teng. Aha. Modul ichida x plus 1 teng 1 ga, modul ichida x plus 1 teng 3 ga. Endi bu muammo emas-ku, to'g'rimi? Chiqib tashlaysizlar. Okay. Next page. O'zlarim tushunmay qolmasin. Bu yerda neobichniysi bormi? 62. Modul ichida x ni t desak, oddiy x ni t deya olmaymiz. Shunga e'tibor beramiz. Xo'pmi? Yo'q. 62. Kim maslahat beradi? Nima qilamiz? Xo'p, bunda t desak bo'lar ekan. Ya'ni bu yerda pastdagi maxrajdagi 4x plus 1 tepaga aloqasi yo'q. Faqat nima? Aniqlash sohasini olib qo'ysak bo'ldi. To'g'rimi? Aloqasi bo'lsa hozir ko'ramiz. Misol uchun hozir aytaman. 63 ham aloqasi yo'qroq. Mana bu 68, 69lar. Nima? Xo'p, demak bunda nima qilamiz? Maxrajni tashlab yuborishimiz mumkinmi? Mumkin, faqat bitta shart bilan. Nima shart? Maxraji teng emas 0. Ya'ni x 4x plus 1 teng emas 0 bo'lishi kerak. X teng emas -1 taqsim 4. Bo'ldi, narigi tomonga ko'paytirishga o'tkazamiz. Shuni qilsak bo'ladimi? Keyin mana bu tepadagi ifodani o'zi qoladi. Yana bu yerda t deb olsak ham bo'ladi, olmasak ham bo'ladi. Xo'p, t deb olmasdan ishlashga harakat qilamiz. 2 modul x minus 3 ning qavs kvadrati qanday ochiladi? 4 ta x kvadrat minus 12 ta modul x plus 9 minus modul x minus 6 teng 0 deb yozsak tushunasizlarmi? Nima qildim faqat men? Qavs kvadrat ochdim. Nega bu yerga kvadrat qo'ymadim? Modul qo'ymadim? Chunki x kvadrat musbat. To'g'rimi? Tak, endi 4x kvadrat minus bunga bu 13x 9 dan 6 bersak plus 3 teng 0. Al-Xorazmiy usulini bilamiz, ha? Moduli qolib ketdi. Ya'ni diskriminantdan foydalanmasdan Al-Xorazmiy usuldan foydalansak topish osonroq. Qanday qilamiz? 12 bo'ladi. Qo'shsak 13, ko'paytirsak 12. 1 bilan 12. Endi ikkalasini ham nima qilib qo'yamiz? 4 ga bo'lib qo'yamiz. Demak, modul x teng 1 ni 4 ga bo'lsak 1 taqsim 4. Modul x teng 12 ni 4 ga bo'lsak 3. Endi mana buni ikkita javob chiqadi. Biri 1 taqsim 4, yana birichi -1 taqsim 4. Bu yerdachi 3 bilan -3. Nega 3 ta javob deyapti? Chunki -1 taqsim 4 ni olmaymiz. Qolganini olamiz. Tushunarlimi? 3 ta javob. Bizdan ko'paytmasini so'rasa yoki yig'indisini so'rasa ko'paytirib yig'indisini topib qo'yaveramiz. Hop. Keyingilari ham shunday ishlanadi. Umumiy maxraj beramiz, belgilab olamiz, lekin 68-chi, 69-chi, 70-chi misollarga e'tibor beringlar. Bundan keyingilari hammasi 75 gacha. Nima qilamiz? Doskani o'chiraveraman. Bizga doska kerak.
Nima qilamiz o'quvchilar? Misol uchun osonni ko'ray-a, hisobga qo'ying. 68 mi? Bo'pti, qiyin ko'raveraylik. Necha qiyini? 73. Orqadagi oxirdagi qiyin deb o'ylaysizlar. Sizlar to'g'ri. X kvadrat plus 4x minus x plus 5 minus 19 teng 0. O'quvchilar, bu yerda nima qilamiz? X plus 5 Tili bo'lsak bo'ladi, faqat bu yog'i kelmaydi-da, to'g'rimi? X plus 5 ga bog'liq emas. Shuning uchun unday qilmaganimiz ma'qul. Maqsud to'g'ri aytdi. Modulni biz qachon tashlab yuborsak bo'ladi? Ichidagini aniq musbat ekanligini bilsak yoki aniq manfiy ekanligini bilsak, to'g'rimi? Aniq musbat ekanligini bilsak modul shuni tashlab yuboramiz. Aniq manfiy ekanligini bilsak-chi, oldiga minus qo'yib tashlab yuboramiz. Demak, biz shunaqa shart kiritib olamiz. Birinchi holat, modul ichidagi x plus 5 katta yoki teng 0 yoki katta 0 deb qo'ysak ham bo'laveradi. Katta 0 desak ham farqi yo'q. Nima? Demak, katta yoki teng 0 bo'lsa, 5 nari qo'ysa x katta yoki teng minus 5. Ya'ni mana bu 0 dan katta bo'lgandan keyin modulni shunday tashlab yuborsak bo'ladimi? Bo'ladi. Tashlab yuborsak x kvadrat plus 4x minus x minus 5 minus 19 teng 0. X kvadrat 4x dan x narsak 3x minus 15 ga minus 19 minus 24 teng 0. Bu yerdan chiqadimi bu? Qo'shsak minus 3 qaytib 24. Bizning shartimiz nima edi? Tenglamani sharti nima edi? Bo'ringlar. Yeching, ha? Demak, bu yerdan chiqmaydi. 8 kara 3 yoki tak, bo'pti. Ildizli javob chiqadi. Uni ham ishlashimiz kerak. Ildizli ham yechim bo'ladi. Diskriminant topamiz. Diskriminant teng b kvadrat 9 minus 4 ko'paytirgan a ko'paytirgan c. Plus bo'lib ketadi. 4 kara 24. 96 ga 9. Uzoqsa 105, ha? x1 teng minus 3 qo'shilgan uzoqda 105 taqsim 2. x2-chi? To'g'rimi? Endi bitta narsa bor. Bizni mana bu oralig'imiz bekorga berilmadi, bekorga yozib olmadik. Nima qilishimiz kerak biz? X minus 5 dan katta javoblarni olishimiz kerak. Endi bu yerda taxminiy hisoblab ko'ramiz. 105 dan misol uchun 10 chiqqanda ham, ha? 10 dan 3 narsak 7, 7 ni bo'lsa 3,5. 3,5 bundan kattami? Demak bu olinadi. To'g'rimi? Bu yerda 10 bo'lsa, minus 13 ni 2 ga bo'lsak minus 6,5. U bundan nima? Kichkina. Demak buni nima qilmaymiz? Olmaymiz. Demak bu yerda bitta javob. Tenglamamizda bitta yechim bor. To'g'rimi? Endi ikkinchi holat nima? Ikkinchi holat modul ichidagi ifodani musbat emas, manfiy deb ochamiz. Ya'ni x plus 5 yo'q deyman. Kichkina nima? Endi manfiy qilib ochganimizdan keyin x kichik yoki teng minus 5 bo'lishi kerak-ku. Modulni oldiga bitta minus ishorasini nima qilib yuboramiz? Qo'yib yuboramiz. To'g'rimi? Agar bu 0 dan kichkina bo'lsa, mana bu ichidagi 0 dan kichkina bo'lsa, musbat bo'lishini oldiga minus qo'yarmidik? Oldiga minus qo'ysak, mana bu minus bilan nima bo'lib ketadi u? Plus bo'lib ketadi. Endi x kvadrat plus 4x plus x plus 5 minus 19 teng 0 bo'ladi. Endi buni ishlashga harakat qilamiz. Necha bo'ladi? 5 dan 19 bersak, to'g'rimi? Bu yerdan chiqadimi bu? Chiqadi. Qo'shsa minus 5, ko'paytirsa minus 19. Necha? To'g'ri, ya? Qo'shsa minus 5, ko'paytirsa minus 19. Ikkalasini ham olamizmi? Yo'q. Buni olamiz, buni olmaymiz. Shunday demoqchimi? Minus 5 dan kichkina bo'lishi kerak minus 7. Demak, ikkita yechimga ega. Minus 7 bilan mana bu izohidagi bir bala son. Xo'p, 73 edi bu. Endi 74 dan boshlab yana o'zgaryapti misollar. Bu yerda ham xuddi hozirgi bajargan ishlarimizni bajaramiz. O'z ikkita misol bor ekan. Ya'ni hozir nima qildik? X minus 2 ni 0 dan katta yoki teng deymiz. Keyin modulni o'rniga shunday qavs qo'yib qo'yamiz. Qavslarni ochib bir tomonga o'tkazib ishlaymiz. Keyin kichkina deymiz.
Faqat katta deganimizda o'sha katta x minus 2 katta yoki teng 0 desa x katta yoki teng 2 bo'ladi. Javob 2 dan katta bo'lganini olamiz. 2 dan kichik narsa emas. Endi men yoqtirgan misollar kelyapti. 76 dan 80 gacha. 76 dan 80 gacha bo'lgan misollar qanday ishlaymiz? Kim aytadi? Okay. 76, 77, 78 bir xil ko'rinishi. Qaysi birini ishlaymiz? X borlar bo'lsa ham ishlayverasizlar, 79, 78 da. Xo'p, 77 ni qaranglar. Nima deyapti? Modul ichida 2x minus 4 plus x plus 3 teng nechiga? 6 ga. Xo'p, mana shunday bo'ladigan bo'lsa, tenglamani yechishimiz kerak. Xo'p, mana shu oxirgisi bo'ladi, keyin keyin ko'ramiz. E'tibor beringlar. Ikkita modul bor, Biz bitta modul bo'lganda nima qilardik? Bir marta musbat, bir marta manfiy qilib ochardik. Endi bu yerda biz hisoblashimiz uchun son o'qi kerak bo'ladi bizga. Ya'ni mana buni 0 ga aylantiradigan nuqta nima bo'ladi? 2x teng 4, x teng 2 bo'ladi. Buni 0 ga aylantiradigan nuqta -3. Endi son o'qi chizib olamiz. Son o'qi nechta oraliqqa bo'linadi? 3 ta oraliqqa bo'linadimi? Yo'q, hozir 3 ta oraliqqa bo'lindi-ya. Nega bu oraliklar kerak bo'ladi? Bu oraliklar bizga modullarning ishoralarini aniqlab olishda kerak bo'ladi. Ya'ni birinchi oralig'imiz -8 dan -3 gachami? O'sha oralikda birinchi modulimiz musbat bo'ladimi, manfiy bo'ladimi? Doim bir xil bo'ladi. Ya'ni orasiga bitta son qo'yib ko'ramiz. -4 qo'ysak 2 -8 minus bo'ladi. Ikkinchisi ham minus bo'ladi. Xuddi mana shuni ishoralar qo'yib olamiz. O'rtasidachi -3 dan 2 gacha bo'lgan oralikda 0 qo'ysak, birinchisi minus, ikkinchisi plus. Uchinchi oralig'imizdachi ikkalasi ham musbat. Endi biz nima qilishimiz kerak? Birinchi oraliq deymizda, birinchi oraliq -8 dan -3 gachamidi? Ikkalasini ham oldiga minus ishorasini qo'yib ochib olamiz. Ikkalasi ham manfiy-ku, musbat bo'lish uchun minus qo'yishimiz kerakmi? Yoki mana shu ishorani qo'yamiz, olib qo'ysak, -2x minus 4 minus x plus 3 teng 6. To'g'rimi? Qavs ochib nima bo'ladi? -3x 4 dan 3 ni ayirsak, 1 nari qayarish bo'lsa 5. X teng -5 taqsim 3, to'g'rimi? Buni yechim sifatida olamizmi? Yechim sifatida olamizmi? Yo'q. Nega? Nega? Chunki mana bu oralikqa nima qilmaydi? Tegishli emas. Ikkinchi oraliq. Tushunlaring buni olmasligimizni? Ikkinchi oralig'imiz -3 dan 2 gacha. Qaranglar, mana bu yerda -3 ni kiritdik, bu yerda kiritmaymiz, 2 ni kiritamiz. Qoida shunday. Endi birinchisining oldiga minus qo'yamiz, birdaniga ochib ketaman. Minus qo'ysam -2x plus 4, ikkinchisining oldiga plus qo'ysak, hech narsa o'zgarmaydi. Xo'p, hisoblaymiz. -2x x -x 4 ga 3 7 teng 6 mi? X teng 1. Adashmasam 1. 1 mi? 1 mana shu oralig'ga kiradimi? Demak, yechim bo'ladi 1. Uchinchi oralig'imiz 2 dan cheksizlikgacha. Ikkalasini ham oldiga plus qo'yib ochaveramiz. 2x minus 4 plus x plus 3 teng 6. 2x x 3x minus 4 ga minus 1 narxi 7. 7 taqsim 3 plus 7. 7 taqsim 3 bu oraliqqa kiradimi? Kirmaydi-ku. Ha, kirarkan. Demak, nechta yechim? 1 bilan 2 taqsim 3 da. Ikkita yechim, 1 va 7 taqsim. Tushunarlimi? Demak, nechinchi misolga ishlaysizlar shunda? 6 gacha. Yo'q, 80 gacha tushuntirdim men. Qolganini yana tushuntiraman. 80 gacha ishlatamiz.